Mani storiesdagi chiqishimni ko'pchiliginglar kutuvdinglar. Marhamat. Ozgina qovog'imda achchiq bor, atak juda ham yoqdi o'zimga. Men Afrosiyobda ishlaganman, qizlar samarqandlik qizlarni ko'rib jursa havasim kelardi. Qoshiga qalin bo'ladi, tajikka qizlarni qoshi. Xuddi shunaqa qosh bo'ldi. Voy, shunaqa yo'qotdi o'zimga. Hozir ko'chaga chiqib ketyapmiz. Undan oldin tez dorimni ichib oling, hozir ovqatlansak, yarim soat oldin ichishim kerak. O'tgan safar nima ichyapsiz deganlar. Qizlar, men уже dunyo miqyosida tan olingan organik 100%, ya'ni tabiiy narsalardan tayyorlangan Numani Endomarini bilan detoksini ichibman. Qaranglar, qanchasini ichdim mana. Detoks ichinglarni polniy tozalaydi. Jigarimni yog' qoplagan ekan dedim. Xullas, qaysi organingizda nima problema bo'lsa, hammasini hal qiladi. Faqatgina oshqozoningizda yara bo'lsa, bu mumkin emas. Uyingizga yangi parda, masalan, mebel qilmoqchi bo'lsangiz, uyinglarni oldin uborka qilasizlar, to'g'rimi? O'shaning uchun bu imенно organizm uchun uborka hisoblanadi. Farzandingizga ham даже berishingiz mumkin. Og'zidan sal nojo'ya hid kelishi boshlaydi, bilolidimi? Sразу unga ham berdim. Chunki ichagida